مرسل اسمع مرسل. لاحظ معي على الكاميرا 16. Bugun siz azizlarni o'ziga xos safarga taklif qilaman. Ushbu safarda biz sizlar bilan Saudiya xavfsizlik xizmatini Alloh taoloning mehmonlarini mezbon qilishdagi juda ham katta va mashaqqatli sa'y-harakat bilan tanishamiz. Safarimizni Makka Mukarrama shahriga kirishdan boshlab to Harami Sharifga yetib borgunga qadar davom ettiramiz. Ushbu ko'rib turgan yeringizda qattiq taftish ishlari olib boriladi. Va bu yer Makka shahriga kirishdagi eng katta xavfsizlik boshqarma nuqtasi hisoblanadi. Makka Mukarrama shahriga kirish uchun 6 ta darvoza mavjud bo'lib, ularning ichida eng kattasi ko'rib turganingiz Shimosiy taftish bo'limidir. Ushbu shahar darvozasining 16 o'tish yo'lakchasi bo'lib, ko'rib turganingizdek, bu makon xavfsizlikni ta'minlaydigan eng ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. Postdagi har bir harbiy qo'lidagi ushbu uskuna orqali shaharga kiruvchilar haqidagi ma'lumotlarni, ularning qo'l izlari yoki mashina fotosurati orqali qo'lga kiritadi. Tekshiruvdan so'ng ziyoratchi xavfsizlik tomonidan qidirilmayotgani ma'lum bo'lsa, ziyoratchiga nisbatan davom etish ishorasi bo'lmish yashil chiroq yoqiladi. Siz ko'rib turganingiz bu mashinalar yo'l xavfsizligi xodimlari tasarrufidagi xizmat mashinalaridir. Ushbu xizmat mashinalarining har biri 16 kamera bilan jihozlangan bo'lib, bu kamera orqali atrofda bo'layotgan hodisalarni kuzatuv ostiga olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, xizmat mashinasining turli yerlariga maxsus kameralar joylashtirilganiga guvoh bo'lasiz. Bu kameralar harakat davomida sodir qilingan qoidabuzarliklarni qayd qilib boradi. Shuningdek, bu mashinalar avtomatik tarzda qidiruvda bo'lgan mashinalarni ham aniqlash imtiyoziga egadir. Xizmat mashinasini ichkaridan ham ko'rsak, mashalloh tabarakalloh, yo'l xavfsizligi tasarrufidagi bu mashina eng ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan va bu ko'rib turganingiz maxsus xizmat tasarrufidagi eng ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan mashinalarga namunalar. Hozir Shimoliy taftish bo'limidan Makka Mukarrama shahriga kirib boramiz va siz bilan birga shu paytgacha ayon bo'lmagan parda ortidagi sarflanayotgan katta mashaqqatli jarayon guvohi bo'lamiz. Bu yer Umra ziyorat xavfsizligini ta'minlovchi asosiy markaz bo'lib, keling siz bilan ichkaridagi salmoqli ishlardan boxabar bo'lamiz. Umra ziyorat xavfsizligini ta'minlovchi asosiy boshqaruv markazining ichkaridan ko'rinishi hukumat tomonidan taqdim qilingan juda ham ko'p imkoniyatlarga ega. Bu yerda sun'iy intellekt va bayonotlarni tahlil qilish kabi eng ilg'or texnologiya namunalari mavjud. Ortimdan keling siz bilan makondagi umra ishlarini idora qilishdagi keng ko'lamli ishlarni xabardor bo'lamiz. Mashalloh tabarakalloh. Ko'rib turganingizda bu yerda olomonni boshqarish va umra qiluvchilarni haram eshiklaridan kirib kelishidan boshlab kuzatib borishdagi juda keng qamrovli ishlar olib boriladi. Ushbu markaz ommani boshqarish va umra qiluvchilarni kuzatish ishlarini a'lo darajada olib borishadi. Eng yaxshi turli sinov va mahorat darslaridan o'tkazilgan kadrlarga suyanadi. Faxrlanib ayta olamizki, hukumatimiz yoshlarimizni sun'iy intellektdan va boshqa ilg'or texnologiyalardan foydalanib, jamoalarni boshqarish va Alloh taolo mehmonlarga xizmat ko'rsatishda, shuningdek, o'z sohalarida eng yaxshi va ilg'or bo'lishlari uchun sharoit yaratib bergandir. E'tibor bergan bo'lsangiz, umra qiluvchi kishining safari shahar kiruvchi eshik va xavfsizlik xizmat markazlaridan boshlanishini ko'rasiz. Ko'rib turganingizdek, Shimosiy, Nuriya kabi markazlar kuzatuv ostida. Albatta, umra qiluvchi kishi ihrom kiygan holatda bo'ladi va bevosita tasarrufidagi mashinani ushbu yerda qoldirib, o'zi bepul avtobuslar xizmatidan foydalanib, Harami Sharifga yetib boradi. Bu yerda ko'rib turganimizdek, umrachilar avtobuslar yordamida asosiy markaz, ya'ni haramga yetib kelganliklarini ko'ramiz. Harami Sharif atrofida joylashgan avtobus bekatlari soni 9 ta bo'lib, bu yerda ushbu bekatlardan birini ko'rishingiz mumkin. Ushbu tunnellar avtobuslar kirib chiqish uchun maxsus loyihalashtirilgan tunnellardir. Qarang, olomonni kuzatish, eshiklarni nazorat qilish ishlari qanday olib boriladi. Harami Sharif atrofida 1000 dan ortiq kameralar joylashtirilgan. Bundan ko'zlangan maqsad esa umra qiluvchi va hojilarning emin-erkin o'z ibodatlarini ado etishlaridir. Harami Sharifni qamrab olgan kameralar soni 1000 dan ortiqdir. Va ushbu kuzatuv kameralari dunyodagi eng sifatli kameralar hisoblanadi. Qarang, tasvirni yaqinlashtirish nechog'lik mukammal darajada. Tasvir yaqinlashtirilganda qayergacha yetib borar ekan? Kamerani boshqaruvchi kishi uni o'ng chapga aylantirish, xohlagan burchagini nazoratga olish imkoniyatiga ega. Qarang, kamera orqali umrachilarning yuzi ko'rinadigan darajada yaqinlashdik. Ushbu kamera orqali masofaning uzoqligiga qaramay umra qiluvchilarning shaxsiga aniqlik kiritish mumkin. Agar ortga qaytadigan bo'lsak, kameraning haram atrofidagi katta minoralardan biriga o'rnatilganini bilamiz. Kameradan kuzatuvchi kishi o'ziga kerakli bo'lgan har qanday nuqtani nazoratga ola oladi. لاحظ معي على الكاميرا 16 في قدوم كثافات الآن تحتاج عناية مع الزملاء مع سريع. الملاحظة وين؟ لاحظ جسر الجياد الآن القادمين مع طريق الملك عبد العزيز. تلاحظ معي على الكاميرا 16 الآن في كثافات قادمة مع طريق الملك عبد العزيز.
Saudiya hukumati bu markazda nafaqat xavfsizlik idorasi, qolaversa, bevosita muzokara talab qiladigan har qanday mavzuda zudlik bilan qaror olish imkoniyatiga ega bo'lish uchun boshqa Alloh mehmonlariga xizmat qiladigan rasmiy va hukumatga aloqador idoralarning ham tashkil qilinishiga alohida ahamiyat qaratgan. Kamera orqali yo'llarning harakat yurishini real vaqt bilan kuzatiladi va yo'nalishda to'xtalish sodir bo'lmasligi uchun zudlik bilan bevosita kerakli yo'nalish va tavsiyalar berib boriladi. على ملاحظة مجموعة غالب. الموقع على أسفل المصلى الجديد خلف الوقت. Oldimizda tavof qilish sahnini jonli nisbatlash ishlari olib borilyapti. Keling, buni o'zimiz kuzatamiz. Qarang, bu tavof qilish sahnasi, uning atrofida esa raqamlarni ko'ryapmiz. Ko'rib turganingizdek, tavofdagi har bir bo'lak ichida raqamlar mavjud. Masalan, mana bu hududni olaylik. Ko'rganingizdek, bu yer Hajarul Asfad joylashgan hudud. Odamlar tavof qilishda davom etishdan oldin turib takbir aytganliklari uchun bu yerda katta ko'lamda zichdlikning guvohi bo'lyapmiz. E'tibor bering, ushbu nisbatlar avtomatik tarzda o'zgarib, yangilanib boradi. Ushbu ekran bizga har bir eshikdagi son ko'rsatkichlar haqida ma'lumot beradi. Va bu ma'lumot orqali ishlar qayerda zichlik bor, qaysi eshik ziyoda kuzatuvga va hatto yopilishga muhtoj ekanini bilishadi. Yana insonlarni bu orqali qo'rqmay boshqa eshiklarga yo'naltiradilar. Bularning barchasi kamera hamda sun'iy intellekt orqali amalga oshiriladi. Bu hudud ko'rib turganingizdek elektr zinalarini kuzatadi va tezkor qarorlar olinishi uchun ularning ko'rsatkichlari haqida ham ma'lumot beradi. Bularning hammasi umra qiluvchilarning salomatligini himoya qilish maqsadidadir. Guvohi bo'lganingizdek, markazda bunday ulkan ishni yengillashtirish va umra qiluvchilarga xizmat qilish uchun turli xavfsizlik va hukumat idoralari birdek faoliyat olib boradilar. Ushbu markaz xavfsizlik xizmati katta mudiri tomonidan bevosita nazorat qilinadi. Bugun Saudiya Arabistoni o'zining ta'sis qilinganidan boshlab 299-yilini islom asoslari va shahodat kalimasini ko'taruvchi bayroq ostida musulmonlar xizmati va haj hamda umra ishlarini xavfsizlashtirish borasidagi aniq rejalariga ko'ra o'tkazmoqda. Saudiya bu borada oldiga qo'ygan maqsadlaridan voz kechmadi, balki yildan yilga qiyinchiliklarni bartaraf qilish, Alloh taoloning mehmonlariga eng oliy xizmatlarni taqdim qilishda davom etib kelyapti. Asosiy kuzatuv markazidan Haram-i Sharifga o'tamiz. Ko'ramiz, markazdagi bu kabi keng ko'lamli ishlar haramda tezkor qarorlar olishga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatarkan. Hozir Masjidi Haramga yetib keldik. Ayni damda jarayonlar olib boriladigan xona tomon yo'l olamiz. Hozir amaliy jarayonlar olib boriladigan yerning qalbiga yetib keldik. Ya'ni Masjidul Harom amaliyotlar bajarish markaziga. Bu yer turli xil mas'ul jihatlardan tashkil topgan markaz bo'lib, ular Alloh taoloning mehmonlariga xizmat ko'rsatadi va eng oliy sifat xizmatini taqdim qiladi. Minglagan kamera va ilg'or texnologiyalari soyasida Allohning mehmonlariga xizmat ko'rsatishdagi qiyinchiliklar yengib o'tiladi. Juda ham katta ko'lamli ish Masjidul Harom operatsiyalari markazidan turib idora qilinadi. Bu yerda, ya'ni Haram maydonida barcha bayonot va ma'lumotlar turli tillarga tarjima qilinadi. Biz boya ko'rgan boshqaruv markazidagi keng ko'lamli ishni Haram maydonida xavfsizlik xodimlari tomonidan bajariladi. Ular Alloh taoloning mehmonlariga xizmat ko'rsatish, olomonni boshqarishda katta kuch sarflanadi. Ular bu ishda xodimlardan tashkil topgan yo bo'lmasa plastik to'siqlardan foydalanishadi. Ko'ngilsiz hodisalar yuz bermasligi uchun ba'zi yo'llarni yopishadi, ba'zisini ochishadi. Ushbu xodimlardan tashkil topgan to'siq Alloh ko'rsatmasin umra qiluvchilardan yosh keksalari yoki kasalmandlari va yosh bolalar shikastlanmasligi uchun insonga xos yumshoqlik va qizishib ketmaslik bilan ajralib turadi. Shuning uchun ham insonlardan tashkil topgan bu kabi to'siqlar muhim va keraklidir. Qarang, umra qiluvchilar bilan bo'lgan aloqalari qanday? Har qanday ko'ngilsizlik va tiqilinch yuzaga kelmasligi uchun qattiq kuzatuv olib boriladi. Olomon ichidagi yosh keksa yoki yordamga ehtiyoji bor kishilar alohida e'tiborga olinadi. Bularning barchasi Allohga hamd bo'lsin, kunlik ravishda olib boriladigan ish ko'lamidir. 299-yildan beri Saudiya Arabistoni haj va umrachilarga xizmat ko'rsatish, ularning yo'lini xavfsizlantirish hamda oliy xizmat taqdim qilishda o'zining sobit manhaji va mustahkam usuliga binoan ish olib bormoqda. Alloh Saudiya Arabistonini va boshqa diyorlarini aziz qilsin.